Toshkentda hozir o'zingiz uyingiz, kvartirangiz bormi? Hovlida yashashingiz kerak. Hammasi biznes ichida. Men ijarada turaman. Ijarada? Albatta. Mashalloh. Allaqachon misol uchun uy olish mumkin edi. Biznes kapitalizatsiyasi qancha siz mana biznes kapitalizatsiyasi? Kapitalizatsiyasini men sizga aniq ayta olmayman. Taxmin ayting. O'zini mutaxassisi hisoblab berish kerak. Masalan, men sizdan shu brend sotib olaman yoki bir boy odam sotib olaman desada, masalan. Rahmat. Lekin sotmayman deyman. Qanchaga baholaysiz taxminan? Bugungi kunda bahosi taxminan 20 million dollar atrofida. 20 million dollarga baholanadigan kapitalizatsiyasi bo'lgan odam, sizda 1 yillik o'zi aylanmangiz qancha? O'tgan yili 1 million dollar edi. 1 million dollar aylanmasi bor, lekin o'zlari ijarada turadi. Qanday mashina yurasiz? Qanday jip yurasiz? Mashinam ham yo'q. Qo'ying. Bilasizmi, siz bugun bizlarni biznes to'g'risidagi, tadbirkorlik to'g'risidagi tasavvurlarimizni sindirdingiz. Bizda boshqacha moz kelganda so'radimda, qani qahramonimiz qaysi mashinada kelibdi desa, yo'q, mashinalari o'zlari kelishdi dedi. Nega mashina olmaysiz? Tirbandlik. Trafiklar. Ikkinchisi bu meni vaqtim. Menga mashina haydashdan ko'ra meni vaqtim qadrliroq. Chunki mashina haydashga ham ko'p vaqt ketadi. Mashinani qo'yish muammo, yuvish muammo, xizmat qilish. Uchinchisi bu sport. Agar mashinam bo'lmasa ko'proq yuraman. O'tgancha bu kishi boks bilan qiziqadi-da.